Assalomu alaykum chorva ishqibozlari. Keyingi partiya qo'ylarimizni yo'qlayapmiz. Xudo xolasa bunisi sal yirigroqlar ekan. Ko'rishlaring mumkin. Mana arashanga tortgani ham bor ekan sarig'idan ham. Xudo xolasa sifat a'lo qo'ylardi. Bularni yoshi necha ekan? Necha oylik ekan? 10-11 oy ekan. Bo'ylari-chi? Qo'ylari 80 ga olishaveradi. Qo'ylari 80 plus minus bo'lishi mumkin. Xudo xolasa go'zal qo'zilar. 10 oylik, 11 oylik qo'zilar ekan. Narxlari nech pul deyapsiz buni? Narxi aka bir joyga olishsa 4.900 dan qilib beramiz. Bir joyga olishsa 4.900 dan ekan. Soni nechta buni? 15 bosh. 15 bosh ekan. Olmos xayri bor. Xayri bor ekan. Tanlab olishsa 100 ming plus minus bo'ladi. Tanlab olishsa 100 ming plus minusi bo'lar ekan. Mana Xudo xolasa ekranga telefon nomerlarini qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Manzil Namangan viloyat, Namangan tuman, Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Bugun hafta kuniga yakshanba 4-yanvar 2026-yil. Mana o'sha Tepaqo'rg'on, hali arzonchilar qishlog'i deydi, o'sha qishloqda. Ko'rishlaring mumkin. Xudo xolasa juda chiroyli qo'zi qo'chqorlar. Aloqaga chiqaverasizlar.